Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek siz uzoq kutgan Osiyo futbol kanali boshlovchisi Muhammad o'z ishini boshlaydi. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, O'zbekiston va Osiyo qit'asidagi eng muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Darvoqe bugungi videorolikimiz biroz ko'proq bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun sizlardan kichkinagina iltimos, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling va bizni kuzatishda davom eting. Qadrli futbol muxlislari, bu mavzuga to'xtalmoqchi emasdik, lekin ijtimoiy tarmoqlarda albatta savollar ko'payib ketdi. Shu savollarga imkon darajasida javob berishga harakat qilaman. Avvalambor qadrli do'stlar, biroz betobligim girib bo'lib qolganim uchun agar ovozimdagi qanaqadir xato kamchiliklar bo'lsa, barchangizdan uzr so'rayman. Men barchangizni opa, singil, aka-uka va bobo va buvilarni barchasini hurmat qilaman. Chunki bizning kanalimizda 7 yoshdan 70, 90, 100 yoshdan o'tgan albatta futbolning ashaddiy ixlosmandlari kuzatishadi. 100 yoshga yetmaydigan bo'lsangiz yeting, biz shuni tilakdoshimiz. Sizni yoningizda biz ham 100 yoshga yetib, mana shunday videoroliklarni qilib yurish nasib etsin. Mayli, mavzudan chetkaga chiqmagan holatda bugun bizning navbatdagi eng kuchli raqiplarimizdan biri, nayrangchi raqiblarimizdan biri Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi haqida gaplashamiz. Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ham mundial sari yaqinlashayotgan yagona jamoalardan biriga aylanib bormoqda. 2025-yil 5-iyun sanasida O'zbekiston tarixida ilk marotaba mundial yo'llanmasi qo'lga kiritilsa, bu degani mustaqillikdan so'ng O'zbekiston hukumati uchun eng katta bayramlardan biri. Yoki rus tilida большой праздник bo'lishi mumkin. Chunki hali Markaziy Osiyo bo'yicha nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo bo'yicha na Qozog'iston, na Qirg'iziston, na Tojikiston, na Turkmaniston jahon chempionatiga umuman chiqmagan. O'zbekiston katta yurishni amalga oshirishi mumkin Markaziy Osiyo davlatlari ichida. Nafaqat Markaziy Osiyo, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, ya'ni MDH davlatlar orasida ham hali birorta milliy terma jamoa mundial yo'llanmasiga ega chiqmagan. Ha, aytishingiz mumkin Rossiya terma jamoasi deb. To'g'ri, Rossiya terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etgan. 2018-yil ular o'z uylarida Rossiya Federatsiyasida mundialni qabul qildi, ya'ni rasmiy mezbon sifatida. Lekin har holda Rossiya terma jamoasi MDH davlatlar qatorida yaxshi natija qayd etdi. Yevropaning eng nomdor jamoalari Ispaniyani penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchratdi. O'sha mashhur Igor Akinfeyevni penaltini qaytarishi hali ham barchamizning yodimizda. Mayli, bu o'zini yo'liga. Xo'sh, O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirligi terma jamoalari qanday o'yin o'tkazishadi? Bosh murabbiyimiz Timur Kapadze tomonidan albatta yangiliklar deb aytilishi mumkin Islom To'xtaxo'jayev va katta tanaffusdan so'ng, ya'ni jarohatdan keyin Igor Sergeyev va Aziz Turg'unboyevlar yana terma jamoaga yordam berishni boshlashadi. Ha, albatta Timur Kapadze ushbu tarkibni e'lon qilishi bilan futbol muxlislari orasida yana tanqidlar ko'tarila boshladi. Nimaga bu futbolchi yo'q, nimaga mana bu futbolchi chaqirilmagan, nimaga mana bu futbolchi chaqirilgan, yoki o'yini sust yoki o'yini yaxshi kuchli bo'lgan futbolchilarni nimaga termaga chaqirmayapti degan muxlislarning izohlarini yoki umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Qadrli do'stlar, bir narsani aytish kerak, agar siz to'y qilsangiz albatta oshpazni chaqirib kelasiz, oshpazga siz hech narsaga aralashmaysiz. Faqat masalliqlarni olib kelib berasiz. Oshpaz oshni shirin chiqishiga yoki umuman taomni shirin chiqishiga yoki shirin chiqmasligiga o'zi kafolat javob beradi. Shunday ekan, Timur Kapadze ham albatta terma jamoani, futbolchilarni umuman o'rgangan, o'ziga mos keladigan, o'zi bilan kelisha oladigan va termaga yaxshi hissasini qo'sha oladigan albatta futbolchilarni O'zbekiston milliy terma jamoasiga jalb etgan. Bir narsani unutmaslik kerak, bu qanaqadir klub yoki qanaqadir musobaqa emas. Timur Kapadze ham qo'pol qilib aytganda ahmoq emas. U ham albatta hamma tomonini o'ylab, 7 o'lchab, bir kesgan holatda terma jamoaga kerakli yoki keraksiz futbolchilarni jalb etgan yoki jalb etmagan. Eslatib o'tamiz, ushbu tarkibga chaqirilgan futbolchilar 5-iyun Birlashgan Arab Amirligiga qarshi safarda o'yin o'tkazishsa, 10-iyun kuni biz Toshkentda Bunyodkor stadionida azaliy raqiplarimizdan biriga aylanishga ulgurgan Qatar termasini qabul qilamiz. Xo'sh, savollar ko'p. Mayli, Qatar hozircha o'zini yo'liga, O'zbekiston terma jamoasi 5-iyun kuni tarix yarata oladimi? Tarix yaratganda ham albatta oltin harflar bilan yoziladigan tarix yaratishga ozgina kunlar yoki daqiqalar qolmoqda.
Umid qilib qolamiz, albatta Temur Kapadze barchasini his qilmoqda. Nafaqat Kapadze, O'zbekiston milliy terma jamoasi ham mana shunday mas'uliyatni his qilmoqda. Chunki futbolchilarda ham albatta jiddiylik ko'tarilgan. Xo'sh, biz tayyormizmi? Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasichi. Ijtimoiy tarmoqlarda Osiyo mutaxassislari shunday taxminlar qilmoqda. O'zbekiston terma jamoasi mahalliy murabbiy bilan hech narsa qila olmaydi, ya'ni Temur Kapadze bilan deyishmoqda. To'g'ri, Temur Kapadze Olimpiya terma jamoasini Parijga olib chiqdi. Bundan yaxshi natijalar kutish mumkin degan savollar ham bo'lmoqda. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bo'lgan kabi Temur Kapadze milliy terma jamoada hech narsa qila olmaydi. Kerak bo'lsa Birlashgan Arab Amirligiga yirik hisobdagi mag'lubiyat bilan Toshkentga qaytadi degan fikrlar ham ilgari surilmoqda. Ha, tanqidiy fikrlar, negativ, pozitiv fikrlar hammasi jam-jam, barchasiga vaqt oliy hakam. Qadrli futbol muxlislari, eslatib o'tamiz, 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirligi Dubay shahrida Al Nahyan stadionida terma jamoamizni Arab Amirliklari kutib oladi. Endi savol tug'ilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari haqidagi albatta mish-mishlar haq bo'lib chiqmoqda. Chunki Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston o'yiniga chiptalar sotilgan. Endi bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra Birlashgan Arab Amirligi hukumati O'zbekistonliklarga chipta sotmoqchi emas va sotilgan chipta pullarini ham bir hafta yoki 10 kun ichida qaytarib berishi haqidagi ma'lumotlar chiqdi. Ha, nayrangni Arab Amirliklari boshlashdi. O'zi keling tan olaylik, oldindan men yoshligimdan aqlimni tanibmanki, barcha jurnalistlar yoki futbol ishqibozlari yaxshi bilishadi, arabcha futbol har doim bu birinchi o'ringa chiqqan. Hozirda arabcha futbolni nafaqat arablar, balki kerak bo'lsa Yapon, Koreya va Yevropaning manaman degan terma jamoalari ham o'rganmoqda. Chunki halol o'ynashni o'zi oxirgi paytlarda o'xshamasdan qolyapti. Halol o'ynaydigan o'yinlarda biz ko'rdik, O'zbekiston U17 terma jamoasi nimalar qilib tashladi. Butun Osiyo, butun dunyo Islom Ismoilov shogirdlariga tan berdi. Ha, qadrli futbol muxlislari, endi Birlashgan Arab Amirligi Shimoliy Koreya terma jamoasi o'yiniga qaratamiz. Nimaga Birlashgan Arab Amirligi va Shimoliy Koreya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 60 ming muxlis sig'adigan stadionda o'tkazildi-yu, endi O'zbekiston tashrif buyuradigan o'yinda esa bor yo'g'i 12 ming stadionga terma jamoa o'yini qo'yildi. To'g'ri, Shimoliy Koreyadan hech qachon unaqa katta muxlis kelmaydi. Shuni inobatga olgan holda ham Birlashgan Arab Amirligi futbol federatsiyasi shunday qaror qildi. Lekin O'zbekistonga kelganda o'sha berilgan 1200 ta sektor deymizmi yoki o'rindiqmi, shuni ham ular yo'q qilishga harakat qilishmoqda. Ha, endi chipta sotib olmoqchi bo'lsangiz, Birlashgan Arab Amirligi pasporti, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi bo'lishingiz kerak va ana shundagina siz o'yinni kirib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham qiyin va chigal masala. Hech qachon bizningcha bitta ikkita muxlis, albatta O'zbekistonlik muxlis Birlashgan Arab Amirligida yashamasa, lekin jon dildan, yurakdan muxlislik qiladigan futbol muxlisi O'zbekistondan bormasa, boshqa hech kim milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlamaydi. Istaklar, xohishlar juda ham ko'p. Stadiondan turib, Al Nahyan stadiondan turib O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlash. Lekin afsuski Birlashgan Arab Amirligi bunga yo'l qo'ymayapti. Mayli, barchasiga vaqt oliy hakam, bizning ham ko'chamizda bayramlar bo'lib qolar. Demak, qadrli futbol muxlislari, 5-iyun sanasida O'zbekiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligini mag'lubiyatga uchratish talab etiladi. Lekin eslatib o'tish kerak, termamizni faqat g'alaba emas, balki durang ham mundialga olib chiqadi. Qadrli futbol muxlislari, xo'sh, Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi g'alaba qozonadimi yoki O'zbekiston terma jamoasi? Albatta, o'z fikrlaringizni izohlarga yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Xabaringiz bor, Birlashgan Arab Amirligi milliy terma jamoasida yangi murabbiy ish boshlagan. Bu murabbiy avvalambor Sharja jamoasini chempionlikka yetkazdi, chempion qildi. Go'yoki hamma narsa reja asosida. Amaldagi bosh murabbiyi Portugaliyalik mutaxassis Paulo Bintoga iste'fo berildi. Garchi Shimoliy Koreya 2-1 hisobida taslim etilgan bo'lsa-da. Qadrli futbol muxlislari, demak Birlashgan Arab Amirligi futbol federatsiyasi ham barcha narsani albatta reja asosida qilmoqda. Muxlislarni sig'dirmaslik, nima qilib bo'lsa ham albatta o'zlarini muxlislarni sig'dirib Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasini g'alabasini istashmoqda. Qadrli futbol muxlislari, eslatib o'tamiz, 5-iyun sanasida Xalqaro musulmonlar bayrami Arafa kuni bo'lganligi sababli albatta ushbu o'yinga Birlashgan Arab Amirligi fuqarolari kirishi katta so'roq ostida qolmoqda. Lekin Birlashgan Arab Amirligi futbol Twitter sahifasida shunday yozilganki,
Aziz do'stlar, keling vatanimiz jamoasi Birlashgan Arab Amirligini qo'llab-quvvatlaylik. Nima bo'lgan taqdirda ham axir o'zbekistonliklar kelyapti. Nega biz qo'l qovushtirib o'tirishimiz kerak? Biz ham vatan jamoasini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham xato qilgan terma jamoamizni yanada qo'llab-quvvatlaylik va mundial sari yaqinlashishiga o'z hissamizni qo'shaylik degan shunga o'xshash izohlar Twitter sahifasida yozilgan. Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ham mundialda ishtirok etishni xohlamoqda. Ma'lumotni eslatib o'tamiz. Birlashgan Arab Amirligi milliy terma jamoasi 1990-yil Italiyada bo'lib o'tgan Jahon chempionatida ishtirok etgan. Unda ularning raqiblari Germaniya, Yugoslaviya va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib borgan. Lekin uchala o'yinda ham Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi mag'lubiyatga uchragan. Kolumbiyaga 2-0, Germaniyaga 5-1 va Yugoslaviyaga 3-1. Va qadrli futbol muxlislari, endi ular 2026-yil Meksika, AQSh va Kanada mamlakatlarida bo'lib o'tadigan mundialdan umid qilishmoqda. Xo'sh, bizchi O'zbekiston ham bu mundialdan umid qilmoqdami? Qadrli futbol muxlislari, bizda ham albatta ko'zga tashlangan futbolchilar bor. Umid qilamiz, bu futbolchilar xato qilishmaydi va ishonamiz, terma jamoamiz Birlashgan Arab Amirligidan xush kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda vatanimizga keladi. Biz 5-iyun kuni O'zbekiston tarixi uchun eng katta bayram kuni deb eslab qo'yamiz. Chunki jahon chempionatiga tarixda ilk marotaba yo'l olamiz. Bizni nafaqat o'zbekistonlik muxlislar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, hatto Afg'onistondan ham futbol ishqibozlari O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga, mundialga chiqishni juda istashmoqda. Qadrli futbolchilar, qadrli terma jamoa, qadrli Temur Kapadze, umid qilamiz, sizlarga ishonamiz va iltimos qilib qolamiz. Albatta Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasini mag'lub etib, mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishimiz talab etiladi. Biz sizga ishonamiz va iltimos qilib qolamiz. Xo'sh, qadrli futbol muxlislari, endi men bitta narsadan xavotir olmoqdaman, ya'niki Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston o'yinini boshqaradigan kenguru vatandoshi avstraliyalik Shons Evansga juda qiyin bo'lishini his qilmoqdaman. Nimaga? Chunki muxlislarni kiritmaslikka har xil nayranglar qilayotgan Birlashgan Arab Amirligi hukumati endi hakamga qanaqadir ta'ziq yoki bosim o'tkazishi hech gap emas. Chunki ular o'z uyida o'ynayapti, Al Nahayon stadionida 12,000 muxlis oldida. Ular ham mag'lubiyatga uchrashni yoki jahon chempionatidan uzoqlashishni istashmaydi. Shunday ekan, hakam bilan ham o'ynash uchun bizning futbolchilarimiz tayyor bo'lishi kerak. Xuddi U17 Osiyo chempionati singari. Ko'rdingiz, hakam bilan ham o'ynadik, yakunda g'alaba qozondik va haqiqat oydinlashdi. Bu safar ham albatta avvalambor men avstraliyalik hakamga hech qanday shak shubham yo'q. Ayrim koreys yoki yaponlik hakamlarga o'xshagan. Lekin avstraliyalik hakam shu O'zbekiston klublari bo'ladimi yoki milliy terma jamoa o'rtasida bo'ladimi, deyarli nisbatan O'zbekiston foydasiga yaxshi ishlagan hakam. Umid qilamiz, bu safar ham albatta avstraliyalik hakam Shons Evans hech qanday xato qilmaydi va O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligi mamlakatidan mundial yo'llanmasini qo'lga kiritib, xursandchilik bilan tantanali ravishda vatanimizda ularni kutib olamiz. Lekin qadrli futbol muxlislari, Birlashgan Arab Amirligi futbol federatsiyasi o'sha Shons Evansga qanaqa takliflar berayotgani bizga hozircha sir. Balki buni keyinchalik bilib olarmiz, agar haqiqatdan ular taklif berayotgan bo'lsa. Qadrli futbol muxlislari, o'zaro statistika haqida gapiradigan bo'lsak, bilasiz, Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasida g'alaba ko'proq va 2 ta mag'lubiyat, 3 ta mag'lubiyat O'zbekistonda ham bor va 2 ta durang o'zaro 2 terma jamoa o'rtasida bo'lgan. Demak, qadrli futbol muxlislari, 5-iyun sanasida Al Nahayon stadionida O'zbekiston Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yin o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, albatta Wikipediyada berilgan ma'lumot 12,000 muxlisni sig'dira oladi deyilgan, lekin aslida xabaringiz bo'lsa, 2019-yil Birlashgan Arab Amirligi futbol federatsiyasi Osiyo Kubogiga mezbonlik qilgan va o'shanda 12,000 lik futbol stadioni muxlislari 15,000 dan ko'proq qilib tayyorlangan. Demak, Al Nahayon stadioni Al-Vahda klubiga tegishli stadion 15,000 dan ko'proq futbol muxlisini o'z bag'riga sig'dira oladi. Ma'lumot uchun yozib qo'ysangiz ham zarar qilmaydi. Xo'p, 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bilan qanday o'yin bo'lishidan qat'iy nazar 10-iyun sanasida bizni Qatar termasi kutmoqda. Qatar bor joy albatta biroz xatarliroq bo'lishi mumkin. Xo'sh, Qatarni biz mag'lubiyatga uchrata olamizmi?
To'g'ri aytishingiz mumkin. Agar biz Birlashgan Arab Amirligini mag'lubiyatga uchratsak yoki durang o'ynasak, allaqachon mundial yo'llanmasini qo'lga kiritamiz deyishingiz mumkin. Lekin biz Qatar terma jamoasini mag'lubiyatga uchratsak, nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz qo'shnilarimiz Qirg'iziston terma jamoasiga ham katta ko'maklashgan, yordam bergan bo'lamiz, chunki ular ham mundialga hech bo'lmasa 3-chi yoki 4-chi bo'lib keyingi saralash bosqichlarida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishi mumkin. Shunday ekan, qordosh mamlakatlar, Markaziy Osiyo jamoalari bir-biriga yordam bergan taqdirda ham mundialga chiqishga harakat qilsak yaxshi bo'lardi. Demak, 5-iyun kuni bizni juda muhim o'yinlar kutmoqda. Birlashgan Arab Amirligi O'zbekiston, hakamga insof tilab qolamiz va 10-iyun kuni O'zbekiston Qatar. Qadrli futbol muxlislari, umid qilamiz o'sha kuni katta bayram bo'ladi. Bayramdan keyin ham 5-iyun kuni g'alabadan keyin ham mundial yo'llanmasini qo'lga kiritganimizda yana gaplashamiz. Albatta bizning Osiyo futbol kanaliga obuna bo'lib qo'ying. O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga chiqishini xohlasangiz, shu videoga like bosib, eng yaqin futbol ishqibozlariga yoki Osiyo futbolini qidirib yurgan yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz, sizdan bag'oyat minnatdor bo'lamiz. Darvoqe, qadrli futbol muxlislari, U23 Osiyo chempionatiga ham qur'a tashlandi. Ravshan Haydarov shogirdlari Shri Lanka, Falastin va Qirg'iziston terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi. Ushbu uchrashuvlar 1-9 sentyabr kuni Qirg'iziston mamlakatida bo'lib o'tadi. Bu haqida keyinroq yana gaplashamiz. Hozirda esa terma jamoamiz Birlashgan Arab Amirligida o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazmoqda. Vakillarimizga omad tilaymiz. Ular ham his qilishmoqda. Nasib etsa, Arab Amirliklari mag'lubiyatga uchratamiz. Nafaqat 11 kishiga, muxlislarga qarshi va har ehtimolga qarshi hakamga qarshi ham o'ynash kerak bo'ladi. Chunki bilib bo'lmaydi, bu arablar doim arabcha futbolni birinchi o'ringa qo'yishgan. Eng shoshilinch O'zbekiston va Osiyo qit'asidagi eng muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Darvoqe, qadrli do'stlar, bizni qayerdan kuzatishingizdan qat'iy nazar, biz ishlashda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Alhamdulillah, bizda kayfiyat yaxshi, hammasi zo'r, hammasi o'z joyida. Shunday ekan, negativ yozishdan foyda yo'q. Bizga yoza olmaydiganlar, bizni tanish birodarlarimiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda hali diydor ko'rishish bor. Salomat bo'ling, omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Omon bo'ling.